Kichik vaqtlarimizda ota-onamiz bizga la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning elchisi degan bu jumlani kalima toyba yoki kalima shahodat deb o'rgatgan. Balkim u vaqtda ko'pinchimiz bu so'zning haqiqiy ma'nosini tushunmagan bo'lishimiz mumkin. Amaliyotda la ilaha illalloh degan bu so'z butun payg'ambarlarning insonlarga payg'ambar qilib avatilishga sabab bo'lgan so'z. Ya'ni butun payg'ambarlarning vazifasi la ilaha illalloh uchun. Qur'oni Karim faqat va faqat la ilaha illalloh degan bu jumlani insonlarning amaliyatiga, hayotiga tatbiqlash uchun tushirilgan. Butun insoniyat la ilaha illalloh uchun yaratilgan. Shuning uchun la ilaha illalloh degan bir jumla so'zning mukofoti jannat. Payg'ambar alayhissalom qanday bir odam la ilaha illalloh degan bu so'zni chin qalbi bilan desa, ya'ni haqiqiy mohiyat bilan desa, u jannat kirdi deydi. Ajaba bu 4 so'zdan tarkib topgan bir jumla so'z jannatga kirgizgudek darajada qanday mazmunlarni, qanday majburiyatlarni o'z ichiga olgan? La ilahe illallah degan bu kelime tayyiba yoki kelime shahodatning udul tarjimasi Allohdan boshqa iloh yo'q deganlik bo'ladi. Biz bu qurilmaga texmincha qaraydigan bo'lsak, bu qurilma Alloh ba deb emas, Allohdan boshqa iloh yo'q deb bulutsiz shaklda tuzilganligini ko'ramiz. Arabcha qurilmasimi la ilaha, ingliz tarjimasida there is no god, iloh yo'q deb boshlanganligini ko'ramiz. Bu nimani bildiradi deganda, Allohni ba deb ishonish va e'tirof qilishni ilgari Allohdan boshqa hech qanday ilohni yo'q deb inkor qilishimiz talab qilinadi. Chunki payg'ambarimizning davridagi arab mushriklarimi Allohga kofir emasdi, Allohga ishonatdi, lekin Allohga shirk qo'shatdi. Butlarni Allohga yaqinlashtiradigan vosita deb qaraydi. Endi hozir biz Allohdan boshqa iloh yo'q degan vaqtimizda esimizga butlar kelmasin. Chunki hozir atrofimizda but yo'q, ammo butun xatarlik ilohlar bor. Biz ularga sajda qilmaymiz, ruku qilmaymiz, ammo agishib maqadigan ko'rinmas ilohlar bor. Ibodat qilish, qandaqdir uningga sajda qilish, ruku qilish bilan bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir kuni ittakhadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah, o Yahudi, Nasaralar, Hristiyanlar o'zining poplarini, ulamalarni Allohning to'nidan ma'bud iloh qilib oldi degan oyatni o'qigan vaqtida ilgari Hristiyanning kattvashlari, keyin musulmon bo'lgan Adi ibn Hatam degan sahoba kirib, "Ey Rasululloh, biz poplarimizni, ulamalarimizni iloh qilib olmagandik, biz ularga ibodat qilmaydik" degan vaqtida payg'ambar alayhissalom ular Alloh harom qilgan narsani halol qilib bersa, halol qilgan narsani harom qilib bersa, shuningga agishib mamamtinglar degan vaqtida Adi ibn Hatam shunda qildik ey Rasululloh degan vaqtida payg'ambar alayhissalom ana shu ular ibodat qilganinglar degan. Demak, Allohning so'zining oldiga har qanday bir so'zni qo'yib olish, Allohning buyrug'ining, Allohning hukmlarining oldiga har qanday bir hukmni qo'yib olish, uning ibodat qilganlik bo'ladi. Biz bu nuqtani tushunmagachga, garchi atrofimizda butlar bo'lmasa-mu, nurg'ulg'an ko'rinmas ilohlarga o'zimiz tuymasdan ergashib ketib boramiz. Masalan, bugungi kunda iloh qilib olgan narsalarning eng xatarligi havoyi havas va shaxsiy xohishlarimiz. Biz shaxsiy qarash va xohishlarimizni Allohning so'zining oldida qo'yib aqlimizni shariatning hukmlari, islomning hukmlarining oldida qo'yib Qur'onga va Allohning so'ziga xuddi hozirgi zamonga mos kelmaydigandek muomala qilyapmiz. Bu la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q degan guvohligimizga xilof bir ish. Chunki la ilaha illalloh deganlik Allohdan boshqa agishib mengishga tegishlik hech bir zot yo'q deganlik. La ilaha illalloh deganlik faqat Allohga agishimiz, Allohga ibodat qilamiz, Allohdan yordam so'raymiz deganlik bo'ladi. La ilaha illalloh deganlik faqat Allohlar rizq berguchi, faqat Allohlar madad berguchi deganlik bo'ladi. La ilaha illalloh degan odam Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Allohdan boshqa hech kimning oldida xor olmaydi. La ilaha illalloh deganlik qulluqning yepini faqat Allohga topshirdim deganlik bo'ladi. Og'zimizda la ilaha illalloh deb harakatimiz uningga uyg'un bo'lmasa, amaliyatimiz, gapimizni yolg'onga chiqargan bo'ladi-da, biz haqiqiy la ilaha illalloh deb iymon etgan bo'lmaymiz. Chunki la ilaha illalloh deb iymon etish, qalbimizdan tasdiqlash, tilimiz bilan so'zlash va amaliyatimizda isbotlash bilan haqiqiy ma'nosini topadi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni Muazga qandaq bir odam Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning bandasi va elchisi deb guvohlik bergan bo'lsa, Alloh u odamga do'zaxni harom qildi dedi. Muaz roziyallohu anhu, "Ey Rasululloh, bu gaplar bilan kishilarga bishorat beraymi?" degan vaqtida payg'ambar alayhissalom, "Unda qilsang kishilar uningga yulinib oladi" degan. Ya'ni kishilar la ilaha illallohni mohiyatini tushunmay, eg'izda deb qo'ysaqlam bo'ladi deb o'ylab qoladi demakchi. Alloh taolo Qur'on Karimda la ilaha illalloh degan bu kalima taybini
nəhayət güzel bir misallarla düşendirgen. Kelime tayyibinin misali yıldızı yerin astida, şaxları osmonga taqashqan, Allah'ın izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan bir daraxtga o'xshaydi deydi. Agar siz la ilaha illalloh deb turib namoz o'qimasangiz, islom axloqi bilan axloqlanmasangiz, Alloh buyurgan ishlarni qilmasangiz, Alloh cheklagan ishlardan yanmasangiz, texi sizda la ilaha illalloh degan bu kalima tayyiba mübamidi degan gap. La ilaha illallohni ig'zimizdan deb qo'ysak ish bitgan bo'lsa edi, Makkaning arab mushriklari Rasululloh bilan qon to'kib urushmas edi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'rovlarga berib, "Qulu la ilaha illalloh tuflihu." Allohdan boshqa iloh yo'q danglar degan vaqtida arab mushriklar mushu bir jumla so'zni qilishni boshlatdi. Chunki ular bu bir jumla so'zining tegiga yushirgan aqida, ideologiya va majburiyatlarni bilgachga uni deyishdan boshlatdi. La ilaha illalloh degan bu so'z bir odamning hayotini butunlay o'zgartirdi. Agar siz la ilaha illalloh deb turib, sizning hayotingiz, axloqingiz, kishilik munosabatingiz la ilaha illalloh demagan birisi bilan hech qanday farqlanmasa, siz tahi haqiqiy ma'no bilan la ilaha illalloh demadingiz degan gap. Chunki la ilaha illalloh degan bu bir jumla jannatning ochquchi. Vahb ibn Munabbah bu hadisni tushuntirib, har qanday bir ochquchning tishlari bor, tish yo'q ochquch bilan hech qanday bir eshik ochilmaydi deydi. Demak, la ilaha illalloh payg'ambarimiz degandek jannatning ochquchi, ammo u ochquchning aminingizdan iborat bir tishlari bo'lmasa, jannatning eshiklari ochilmaydi. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننسى